как будто удивлен результатом. Эти люди ждут твоих слов. 2 raund knockdown qilib birinchi marta ko'rishim mag'lub bo'lgan insondi. O'zim bo'ldim u. Mo'g'dim Mamajonov akam ham yutgandi bir vaqtlar xuddi shunaqa nohaqlik bo'lgandi. Alloh ko'rib turibdi, Xudo xolasa inshaalloh hali keyingi revansh bo'ladi albatta. Revanshda o'sha hakamlari ham yordam bera olmaydi inshaalloh. Bu dunyoni ba'zi bir joylarida nohaqlik bo'lar ekan. Xudo xolasa inshaalloh to'xtab qolishi, O'zbekistonning bayrog'ini osmonga ko'tarishga harakat qilamiz. Erkak kishi boshini hech qachon uzr deb egmaydi. Darishga harakat qiladi. Xudo xolasa inshaalloh revansh olinadi. Albatta bu hikoyaga yakun qilaman. Prezidentimizga rahmat, Ichki ishlar vazirligiga katta rahmat bizga shunday sharoit yaratib bergani uchun. Meni qo'llab turgan Akmal aka bor, hamma akalarimga katta rahmat. Qo'llaringizga shukr. Qo'lim ko'ksimda hal qayta saturim. O'zbekiston, Olg'a.